Bomdod namoziga vaqtida tura olishingiz uchun men sizga 7 ta qoida aytaman. Birinchisi, bomdod namozi sizni bugungi imtihoningizning birinchisi hisoblanadi. Mu'min musulmonning hayoti imtihondan iborat, lekin bugunning birinchi imtihoni bomdod namoziga o'z vaqtida turib jamoat bilan o'qishingizdir. Ikkinchisi, bomdod namozi munofiqlarga eng og'irdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlaridek, ajabo men munofiqlardan bo'lib qolmayapmanmi degan savolni o'zingizga bering. Uchinchisi, kim bomdod namozini o'qiydigan bo'lsa, u Alloh taoloning zimmasidadir. Alloh taolo uni albatta o'z panohida asraydi. To'rtinchisi, agar sizni ertalab katta bir inson bilan, davlat rahbari yoki hokim yoki bo'lmasa vazir bilan uchrashuvingiz bo'ladigan bo'lganda, albatta u uchrashuvga o'z vaqtida yetib borgan bo'larmidingiz? Tong sahar soat 5 ta bo'lgan taqdirda ham albatta u uchrashuvga kechikmasdan borgan bo'larmidingiz? Bomdod namozi bo'lsa, sizning Alloh subhanahu va taolo bilan bo'ladigan uchrashuvingizdir. Nega Alloh taolo bilan bo'ladigan uchrashuvga bunchalik e'tibor bo'lyapsiz? Beshinchisi, bomdod namoziga tayyorgarlik bir kun oldindan boshlanadi. Yotishdan oldin to'yib ovqatlanmang. Balki qorningiz och qolib ketgan taqdirda ham yengil tamaddi bilan kifoyalaning, yo'qsa sizni bomdod namoziga uyg'onishingiz qiyin bo'ladi. Oltinchisi, bomdod namoziga uyg'otadigan o'zingizning guruhingiz bo'lsin. Kerak bo'lsa qo'shnilar bilan, do'stlar bilan bomdod namozini masjidda jamoatlashib o'qishni tashkillashtiring. Yettinchisi, eng muhimi, qarzdor bo'lib qolishingiz, hayotingizdan barakaning ketishi, ishlaringizning yurmasligi aynan shu bomdod namoziga uxlab qolishingiz bo'lishi mumkin. Chunki Alloh taolo ummatning barakasini bomdod namozida saharda qo'ygandir. Bomdod namoziga uxlab qolgan inson o'sha kunning barakasidan mahrum qoladi. Men aytgan bu 7 ta narsani ko'z oldingizga jonlantirib, bomdod namozini o'z vaqtida o'qish uchun harakat qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.